Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun oyoqlarimga qanday qilib uhud qilishimni ko'rsatmoqchiman. Birinchi, gel bilan yaxshilab yuvib olaman. Keyin ularni yaxshilab artib, kusachkada hamma tirnoqlarimni olib chiqaman. Tirnoqlarimni chekkasi uchli bo'lib turmasligi uchun, dumaloq formani yaxshi ko'rganim uchun ularni yaxshilab pilkalab olaman. Homiladorlik paytida qo'llar oyoqqa yetmay qoladi. Bu videoni olish menga oson bo'lmadi. Shuning uchun like bosib, qo'llab-quvvatlab yuborasizlar degan umiddaman. Bugun sizlarga mana bunday keratolitikni tavsiya qilmoqchiman. U bilan qatib qolgan tovon va qurigan hujayralarni yumshatish juda oson bo'lar ekan. Uni yaxshilab oyoqni hamma joyiga surkab 2-3 minut ushlab turish kerak. Keyin esa mana bunday oyoq pilkasi bilan tovonni qatgan va o'lik hujayralarini yaxshilab tozalab olaman. Men uyda paypoq kiyib yurishni yoqtirmayman. Odatda yalang'oyoq yuraman. Shuning uchun tovonlarim tez qurigan va qattiq holatga keladi. Yaxshilab tozalangan oyoqlarni yuvib tashlab, enzimnaya pudraga oddiy cho'milish gelini qo'shib, oyoqlarimni yaxshilab yuvaman. Enzimnaya pudra oyoq rangini tiniqlashtiradi va yengil piling hosil qiladi. Bu protseduralardan keyin oyoqlarim xuddi chaqaloqning oyoqlariga o'xshab qoladi. Ularni yaxshilab yuvib quritib, albatta oyoqni namlantirish uchun uzun marketdan zakaz qilgan mana bunday kakao va giloslik xushbo'y hidli oyoq va qo'l uchun kremdan foydalanaman. Bu kremning xushbo'y hidi parfyum sevuvchilarning ko'nglidan alohida joy egallashi aniq. Rezultatni va oyoqchalarimni 1 dan 10 gacha baholang. Bu mahsulotlarni uzun marketdan zakaz qildim. Artikul opisaniyada qoldiraman.